Bu g'isht. Bu esa Orlando. Mashina 2014-yildan 2018-yilgacha ishlab chiqarilgan. Orlando xunuklik bo'yicha Cobalt keyin 2-o'rinda turadi. Mashinaning motori 1.8. Mashinaning kraskasi maktabdagi kanikulni pul yig'ib sotib oladigan kraskaga o'xshaydi, chunki 1 yilda to'kilib ketadi. Mashinaning zapaskasi mashinaning tagida, bu degani chuqur-chuqurga bir marta tushsangiz ham ballon ketadi, ham zapaska. Bagajning sig'imi umuman yo'q yoki 1,5 tonna. Bu degani 10 tagacha qo'yib bemalol sig'dirish mumkin yoki 2 kelin-kuyovni. Lekin bizdagi kelin-kuyovlar Mercedes yurishadi. Bunda esa pul tashishadi. Salonni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, xuddi avtobusning o'zginasi. Tablo va rul Malibu 1dan olingan. Orlandoni tormozi sal tormozroq bosgandan keyin 3 sekund o'ylab, keyin ishlashni boshlaydi. Hisob-kitob bo'yicha eng katta xatolik qo'lning uzunligi 60 sm, buniki esa 15. Shunda qo'yganda bunaqa osilib turadi. Prikolda. Orlando jon Orlando.